Podvodkaning ortiqchiligi vodostoyga, ya'ni suvga oqib ketmaydi. Qo'lni siqsangiz cho'kib qolmaydi. Eng bastisi hech qanday allergiya tug'dirmaydi. Qo'llanib ko'ringizlar, safosini ko'ringizlar, sizlarga sunamiz. Ko'p opa-singillarimiz ishdan ortib har tahorat qilgandan so'ng bo'yanishlariga vaziyat bo'lmaydi. Aynan sizlar uchun 3 kunlab turib beradigan podvodkamizdan keldi. O'sha trend va florni ham changida qoldirdi. Natijasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mahsulotga buyurtma berish uchun gruppamizga murojaat qilishingiz mumkin.